O kuni o'tib ketish heytining harpisi edi. Bu heyt dam ilish kuniga to'g'ri kelgan edi. Yahudiylar Kristga mixlanganlarning jasadini dam ilish kunida Kristda qoldirishni to'g'ri topmaydi. Shunga Yahudi oqsoqollari jasadlarni Kristdan elib ilish maqsadida Vali Pilatusdan mixlanganlarning tezroq o'lishi uchun ularning putlarini chekib etishni talab qildi. Şunun bilen leşkerler berip, Hazreti İsa bilen billa Kristga mixlangan hilqi ikki odamning putlarini chekib etdi. Lekin Hazreti İsa'ga kelganda uning allaqachon o'lganligini ko'rdi. Şunun bilen uning putini chaqmadi. Biroq leşkerlerden biri uning biqiniga naysini sanjib edi. Şu an qon ve su eqib chiqdi. Sizlarni ishonsin deb buni ko'rguvchi guvohlik berdi. Buning guvohligi haqdir. Ko'rguvchi o'zining e'tiqodlarining haq ekanligini biladi. Bu ishlarning hammasi muqaddas yozmalarda uning bir tal so'ngikimi sunmaydi ve ular o'zlari neyzi sanjıgan odamga qarshi qoldi deb oldin iqallarni amalga oshirdi. Bu ishlar yuz bergandan keyin Aramatiyalik Yusuf Hazreti İsa'ni dafn qilish uchun Vali Pilatusdan uning jasadini elib ketishni talab qildi. Yusuf Hazreti İsa'nın egashchisi edi. Lekin Yahudi oqsoqollardan qo'rqqanidan buni maxfiy tutatdi. Vali Pilatus ruxsat bergandan keyin Yusuf berib, Hazreti İsa'nın jasadini Kristdan tushirib elib ketdi. Burun bir kechasi Hazreti İsa'nın yeniq kelgan Nikodimmu jasadga chochadigan sabri aralash murmakki degan dori darmondan 30 necha kilo elib Yusuf bilan birga keldi. Ikkilan Hazreti İsa'nın jasadini Yahudilarning dafn qilish odati bo'yicha dori darmonlarni chechib, kendi raq bilan o'rab kepalladi. Hazreti İsa Kristga mixlangan yerda bir bog' bo'lib, bog'ning ichida texi hech kim qo'yilmagan yangi bir o'nkir yerlik bor edi. Bu kun Heytning harpisi hem bu yerlik yaqin joyda bo'lganligi sababidan ular Hazreti İsa'ni shu yerga dafn qildi.